avtomobillar ko'p. Zamonaviy, klassik. Yana bitta modelimiz driftga chiqardi, bitta driftga baho berasizlar. Bu yerda mehmonlar Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelgan, faqat O'zbekiston emas. Volga turibdi. Buni rangi vobshe boshqacha. Ikkala avtomobil chiroyli. Qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? Birinchisi yo ikkinchisi variant. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar Jafar Giyasov YouTube kanalidasiz. Bugun Samarqand shahrida 31-may kuni va ertaga 1-iyun kuni Promotor Show Sof Expo'da biza Jomboy tumanida. Bu yerda nima bo'lyapti? Avtozvuk, drift zona, shu mashina haqida hamma ma'lumot va kim mashinaga qiziqsa, kelsangiz bo'ladi. Ertaga ham bu yerda show bo'lib o'tadi. Hozir ichkariga kiramiz, hamma joyini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Ketdik. Birinchi qismi mana shu yerda bo'ladi. Birinchi qismda ko'p mashinalar turibdi. Qanaqa? Zamonaviy, klassik, tuning qilgan mashinalar. Hammasini hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Sizlarga ko'rsataman. Qaysi biri sizga yoqsa, albatta izoh kommentariyada yozing. Boshlaymiz mashinalarni ko'rib chiqishini. Avtomobillar ko'p. Zamonaviy, klassik, masalan, Gelik, Genesis J70. Bu yerda BMW 3-seriya E30 kuzovda. Bu yerda Merc ko'p. Masalan, mana qora rangda bor. Bunaqa qiziqarli tuning qilgan Merc bor. Bundan tashqari bu yerda mana bunaqa rangda Merc bor. Bu yerda mehmonlar Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelgan, faqat O'zbekiston emas, qizig'i. Keyingisi klassika model Volga turibdi. Buni rangi vobshe boshqacha. Buni agar yaqin kelsangiz, agar saloniga ahamiyat bersa, salon vobshe zo'rda. Klassika hech qachon eski bo'lmaydi. Har faqat aktual temada. Keyingisi Merc. Oldimizda oppoqgina Merc turibdi. Bu mehmonlarimiz bizda Tojikistondan kelgan, bitta Mercga ahamiyat berasiz. Orqamizda yana bitta Merc bu yerda turibdi. Juda ham chiroyli chiqqan, o'zini tuningovini qiziqarli qilgan mehmonlarimiz Qozog'istondan kelgan ekan. Keyingi avtomobilimiz o'zimizni Koreya Daewoo Nexia birinchi modeli bo'ladi. Qiziqarli dizayn chiqqan. Diskasi menga yoqqan, diskasi mos, rangi vobshe boshqacha, noodatiy chiqqan. Hozirgi kunlarga ko'pincha mashinalar buni narda grey rangi deb aytiladi. Bu yerda yana bitta klassika oldimizda. Buni qarang. Raqamlari ham 021 turibdi. Mana Lada sizga. Buni shunday saloniga qarasangiz, salonni kojasiga ahamiyat bersangiz, juda ham chiroyli chiqqan. Bu ham klassika, hech qachon eski bo'lmaydi. Do'stlar, davom etamiz. BMW mana bunaqa qiziqarli bordoviy rangda turibdi. Mehmonimiz Qozog'istondan ekan. BMWga bitta baho berasiz. Bundan keyin bu yerda Merc, klassika, AMG turibdi bu yerda. Qiziqarli mashinalardan biri bu yerda mana shu mashina bo'ladi. Bu Gaz 67 avtomobili. Gaz 67 ikkinchi jahon urushga qatnashgan mashina deb hisoblanadi. Bundan keyin bu yerda BMW ketyapti. BMWga bitta ahamiyat beramiz. Rangi juda ham chiroyli chiqqan. Lekin bu yerda hammasidan qiziqarli menga yoqqan klassika Chevrolet SS bo'ladi. Qop-qora rangda, qiziqarli tagida karbon ishlatilgan podveskada mashina turishi derskiy. Dediga vobshe baho berish kerak, zo'r chiqqan. Keyingi avtomobilingizga o'tamiz. Avtomobil Chevrolet markasida bo'ladi. Qanaqa model bo'lishini siz menga aytishingiz mumkin. Topmasangiz men kommentariyaga javobini yozaman, qaysi marka ekanligini. Davom etamiz do'stlar. Bu yerda BMW 5-modelida bo'ladi, seriyasi. Bitta ahamiyat berasiz, mordasi dedi juda ham seriozli chiqqan. Ko'pincha odamlarga shu avtomobil juda qiziq, ishqibozlari ko'p. Hamma shu bilan surat olishyapti. Bundan tashqari, faqat bu mashina emas, boshqa qiziqarli mashinalar ko'p. Kelib ko'rishingiz mumkin. Qachon? Bugun va ertaga Sof Expo'da Promotor Show 2 kun davomida bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi avtomobil Merc qora rangda. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu sedan kuzovda bo'lyapti, noodatiy bo'lgan. Keyingi avtomobilimiz bu yerda Mustang Cobra bo'ladi. Mustang Cobra Qozog'istonda mehmonimiz 007 raqamlar yarashgan. Turishi, rangi, orqa spoileri boshqacha chiqqan, menga yoqdi avtomobil. Keyingisi bu yerda CLS 63 avtomobil. Buni ko'pincha odamlar banan deydi. Eng qiziqarli tarafi bu mashina orqa qismi bo'ladi. Orqa qismini bitta ko'rib chiqaylik. Mercedes CLS eng qiziqarli tarafi orqa qismi bo'ladi, chunki orqa dizayni juda ham chiroyli chiqqan. Ikkita orqa zadniy stoplar. Bitta baho berasiz. Biz keyingi avtomobilga o'tamiz. Bu yerda avtomobilimiz Mercedes turibdi. Mana shu qiziqarli rangda.
3 ta 7 raqamlarda mehmonlarimiz Qozog'istondan kelgan. Bitta baho berasizlar. Bu yerda BMW avtomobili turibdi. BMW avtomobil marka ko'pinchilari nima bilan mashhur bo'lgan? Olqa mana shu reshotkasi. Bu deydi akula tishi reshotkasi bo'ladi. Bitta ahamiyat berasiz, baho berasiz bunga. Davom etamiz. Keyingi modelimiz klassik model Audi avtomobil bo'ladi. Bitta ahamiyat berasiz. Ixchamgina, kichkina, sostoyaniyasi a'lo darajada turibdi. Mehmonimiz Tojikistonda qiziqarli avtomashinada. Nima deysiz? Qanaqa avtomobil bu? Markasi. Javobini albatta kommentariyaga sizlarga yozib chiqaman. Bu yerda bundan tashqari ikkita qiziqarli rangda BMW bor. Birinchisi mana shu bo'lyapti. Mehmonlarimiz Tojikistonda. Ikkinchisi mana bunaqa qiziqarli rangda, yashil rangda BMW. Boshqa mashinalar egalari yo'q edi. Bu yerda egalari bor. Akajon, assalomu alaykum. Jafar, sizning ismingiz? Farhod. Farhod. Mehmonlarimiz Tojikistondan kelgan. Shu promotor shouga qatnashyaptilar. Bir ikkita savollarimiz bor. Bu mashinamiz nechinchi yil? Chandam so'm? این ماشین سالش 2004 دور استایلینگ. اینا ام پاکت کردیم. سابقی بامپر، پاروک، дополнительный багаж زدیم. دیسکو کولنی پادزاکاس، размераш 19. нархаш هم примерно $2000. 2000 Хати балонош $2000. $2000. Xo'sh, dальше. Chikta mehnat bu mashina masalasi. Дальше масали состояние машин бехтерин. Салонаш полный кожа, полный навороченный. Хай соли худаше мувофиқ состояниеш наст. Чанд пул тахмини машин бар ҳафтага? Тахминан машина то, что расходаш кардагим, где-то $3-5,000 шудаги. Хай $2000 диск гоим, обвес $1,500, $500 багаж. Багаж. Полный хароҷоти машин где-то $7-8,000 бошад. $7-8,000 Худи машин $15,000. Худи машин $15,000. Ин машина шумо ҳариза ҳаймага йетмай ё ин фақат ҳамин выставка барош машин? Не, ин ҳаризна машина ки ҳай мекунем. Ҳай мекадага, ҳа? Дуни шаҳр ҳайта гашта коро бутка мегаштаги. Akalarimizdan olgan informatsiyada bu mashinada kamida 8 dan $10,000 gacha xarajat qilgan. Bu mashina faqat выставка uchun emas, har kuni haydash uchun to'g'ri keladi. Bu mashinalarni M paket polni qilgan mehmonlarimiz har kuni mazza qilib haydab yuradilar. Sizga ham shunaqa mashinalar qiziq bo'lsa agar, siz ham shunaqa mashina sotib olib, mashina narxi o'zi $15,000 sotib olib, tuning qilib mazza qilib yurasiz. BMW bu BMW. Ikkala avtomobil chiroyli. Qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? Birinchisi yo ikkinchisi variant. Izoh sizdan bo'lsa kommentariyada javobni yozasiz. Bu avtomobilning rangiga necha baho? Jiguli 01. Boshqacha odamlar buni kopyaga deyishadi. Yana bitta qiziqarli modelimiz bu yerda Moskvich turibdi. Marhamat, Moskvichga necha baho berasiz? Rangi qanday sizlarga? Qiziqarli rangda, ha? Qaysi biri? Mana shu ko'kimi yo qizilimi? Kim Matrica kinosini ko'rgan, o'sha yerda aytiladi. Ko'k tabletkami yo qizil tabletkami? Izoh sizdan bo'lsin. Qizil tabletka yo ko'k tabletka yo Sofexfo? Sofexfo, конечно. Keyingi joyimiz shu drift zonamiz bo'ladi. Bu yerda turli xil driftlar bo'ladi. Bitta ko'rasizlar. Yana bitta modelimiz driftga chiqardi, bitta driftga baho berasizlar. Tralka TV jamoasidan chiqyapti. Bitta hozir kuchini va test drive qilishini, drift qilishiga baho beramiz. Dovushiga necha baho berasiz? Hozir driftga mototsikl chiqyapti, mototsikl driftiga ahamiyat beramiz. Boshlaymiz.
odamlardan so'ramiz. Promotor shou qanday bo'ladi drift zonada? Bir ikkita savol beramiz. Mana odamlar turibdi. Shularda menimcha so'rasa bo'ladi. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Qandaysizlar? Qanday shou bo'lyapti? Hammasi yaxshimi? Akajon, shou qanday bo'lyapti? Zo'r. Nima deysiz? Zo'r bo'lyapti. Siz oilaviymi bu do'stlaringizmi? Aka-ukammi? Do'stlarim bular. Bularmi do'stlar? bitta mahallada. Nima sabab bo'ldi shu yerda kelishi? Shu driftni ko'rgani Asosiy maqsad bitta bolalarga ko'rsatish, hayotda qanday mashina drift qiladi. Sizni mashinangiz qanaqa o'zingiz bo'ladi? Malibu. Malibu bo'ladi. O'zingiz Malibuda drift qilasizmi yo'qmi bir vaqt bo'lsa? Har zamonga qilaman. Har zamonda bo'lib turadi. Общий shu atmosfera qanday? Yoqayapti? Zo'r. Sizga nima esa akajon? Zo'r, hammasi zo'r. Hammasi Zo'r. Atmosfera qanday bo'ladi? Zo'r. Drift show o'rganimizgacha bu yerda qiziqarli avtomobillar ko'p keldi. Masalan, oldimizda mana bunaqa qiziqarli avtomobilimiz. Keyingisi bu yerda Audi men bilgan model TT RS. Bu yerda Brabus avtomobili Tojikiston mehmonlarimizdan kelgan 63 modelida. Brabusga necha baho? Bundan tashqari bu yerda BMW markasi turibdi, M5 seriyasida. Davom etsak agar bu yerda kelganda yana bitta avtomobillarimiz ko'payib ketdi. Hamma bittasini bitta ko'rib chiqamiz, davom etamiz. Mana bu yerda o'sha tovushi juda baland chiqqan keyingi zonamiz avtozvuk zonasi bo'ladi. Ko'pincha mashinalar shu zvukni juda ham moshni qilib chiqqan, hamma avtomobilda ko'p kolonkalar jihozlangan. Hammasini hozir bitta ko'rib chiqamiz. Ketdik. Damas orqasiga ahamiyat bering. Ko'p kolonkalar ana shu yerda o'rnatilgan. Bu Damas moshni beradi emas. Bitta mana shu Matiz'ni tovush chiqarishni eshitamiz. She's quiet. Zo'r chiqyapti, qarang. She's quiet. Come on. She's quiet. She's tired. Yaqin borish, yaqin borish, yerga narsa. Yaqin borish. She's quiet. She's quiet. Bu jendramizda necha baho berasizlar? Qiziqarli tuning qilgan, eng qizig'i mana shu o'yinchoq mana shu yerda turgan Joker o'tiribdi. Unda tashqari mashina xilotli sistema, tovush chiqarishi boshqacha. Tomiga qarang, tomi qurilishlari raqamlar. Necha baho bunda? Tomi qirilib turibdi. Xo'p do'stlar, videoni yakunlaymiz. Atmosfera zo'r. Sizlarga ko'rsatib o'tdim barcha joylarni. Shunaqa tadbirlar bo'lsa, biz xursand bo'lamiz, chunki mana shunaqa mashinalarni ko'rish imkoniyati bo'ladi. Drift, avtozvuk, eksklyuziv mashinalar. Shuni ko'rish uchun Jafar Gasov kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videoni yakunlaymiz. Xayr. Взял?